Siz Elon Musk'ның yanfon sohasiga qadam qo'yganligini bilamsiz. U ilgirki shirkatlarda qo'llangan yuqori texnikalarning hammasini bu yanfonga qo'llangan. Agar uning yanfoni bozorga salinib qolgan bo'lsa, xuddi ayni vaqtda Nokia'ni bozordan qo'lab chiqargan olma telefoniga o'xshash butkul yanfon bozorini ustun qilib o'tish mumkin. Elon Musk'ның yanfoni mundaq bir qancha xil alaylikka ega. Birinchidan, bu yanfonning bir ko'znikida film surat kelib o'tib, yana bir ko'znikining apparatida rasmga tatqil bo'ldi. Yanfonning pikselimi 100 milliondan oshadigan bo'lib, eng yuqori aniqlik darajasiga ega. İkinciden, Elon Musk quyosh nuridan foydalanish texnikasida dunyoda oldin qatorda turgan bo'lg'achqa, bu yanfonga eng yuqori unumli quyosh nuri batareyasi hisoblangan bo'lib, yanfonning to'ki tugab ketganda quyosh nuridan foydalanib to'q qochirgan bo'ldi. Bunun ustiga Elon Musk Tesla mashinasining batareya texnikasini bu yanfonga o'zlashtirgan bo'lib, batareyaning odatdan tashqari to'k saqlash iqtidoriga ega ekanligiga gap ketmaydi. Bu yanfon yana Tesla mashinasi bilan to'g'ri ulanadigan bo'lib, mayli siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, yanfon orqali mashinani kontrol qila olasiz. Navada mashinangizni birisi o'g'irlamoqchi bo'lsa, siz yanfon orqali o'g'ri haydab mangan mashinaning ishkini taqib olgandan keyin mashinani udul soqchixonaga haydab bora olasiz. Bu yanfonning eng chong aloyligi shuki, uningga hech qanday karta solmay turibmi, dunyoning har qanday yerida turib to'g'ri chiqa olasiz. Hatto Himalaya tog'ining cho'qqisiga chiqib olsangizmi, signal uzilib qolmaydi. Chunki bu yanfonga ulang'ini Elon Musk o'zi qo'yib bergan yulduzlar zanjiri sun'iy hamrohining signali bo'lib hisoblandi. Elon Muskning e'lon qilishicha, bu yanfonning tor mulozimati haqsiz bo'ldi ekan. Navbatda bu yanfonning bahosi $800 dan $1200 gacha bo'lishi mumkin ekan. Undaqda siz bu yanfonga qanday qaraysiz?